Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, yana bir fayzli xonadonimizga ko'himliklarimizni o'rnatib berdik. Joylariga kelsak, balandligi 270, eniga 3 metr. Ranglari kashmirdan, akril 1.8 lik. Stolesninsasi rossiyskiy suv emmaydiganidan qo'yilgan. Mo'ykalari yaxshi mo'yka qo'yganmiz. Havo tortadiganlar bu yoqda. Mo'ykalari ham yaxshi mo'yka qo'yilgan. Kapellar 60 ga 60 qo'yganmiz. Sushilkalari ham joy-joyida deydi-yu. O'nne eshiklar davchi mexanizmli. Bu yoqqa noodatiy dizayn ishlatilgan. Bu ham bir yangilik. Mexanizmlar o'nne vaqt o'zi tortadi.